Hozir sizlarga bir bemorimiz bilan bo'lgan suhbatni aytib bermoqchiman. U kishi shunday degan edi: "Doktor, bir paytlar farzandlarimning yuzini aniq ko'rardim. Hozir esa hammasi xira. Yorug'lik ko'zimni qamashtiradi. Ba'zan odamlarning nigohini taniy olmayman." Bu kataraktasi bor bemorlarning aksariyatida uchraydigan holat. Biz tekshiruvdan so'ng u bemorimizga eng mos keladigan, eng to'g'ri gavharni tanladik. Chunki klinikamizda 27 xil linza bor va har bir insonning ko'zi, kasbi, hayoti boshqacha bo'lganligi sababli gavharlar ham turlicha tanlanadi. Bemorimizga dunyoda eng zo'r usul hisoblangan fotoemulsifikatsiya usulida katarakta olish operatsiyasi bajarildi. Undan keyin u kishi menga shunday dedi: "Doktor, men dunyoni yana o'sha yoshligimdagidek, bolaligimdagidek ko'ryapman. Farzandlarimning yuzini yana tiniq ko'ryapman. Hayotimga yorug'lik qaytdi. Rahmat sizga", deb ko'zlarida yosh bilan minnatdorchilik bildirdi. Katarakta davolasa bo'ladigan kasallik. Eng muhimi vaqtida boshlangan qadam. Agarda vaqtida davolatsangiz, ko'zlaringiz yanada tiniq va ravshan ko'rishni boshlaydi.